Yes! Bugun mehnat darsidan 5 olaman, 5 olaman, yulduzchalik 5 olaman. Hozir. Ya ulug'bek, nima bo'ldi? Hamma yoq loy bo'lyapti. Oyim, To'xta, qo'l qilmasdan gapir. mehnat darsi bor edi. Hop. Oyim kechasi uxlamasdan uyga berdi menga. Ha. Men yiqilib cho'sindirib qo'ydim. Oyingizga bergan narsalarga sen boqib ko'rasan, a? Nima farqi bor zato? Olib kelman kuchi bag'oni qo'y. Hop, nima kerak? Mosh bilan kuch berib tura olasizmi, aka? Nima qilasan mosh bilan guruchchi? Ramashga esa olib bormoqchiman endi. Mehnat darsini yaxshi ko'rgan, olib bormasam bo'lmaydi. Men yasa beraman senga. Ha? Firuzman. Ha, yur birga yasaymiz. Voy, urasanmi? Ha? Kiraveryapman aka, mana shu mana xona. Uyda o'qimishli bola ekansan-da, ya. Nima deb o'ylading? Ho, men Maxtiyorlumi? Kimniki? Kamina kantarniki. Ha, ikkichi bo'lsang kerak polni. Xafa qilyapsiz. Bitta kundalik ko'rsatchi. Mana qarang mana. 5 mana. Polni 5 5. Mana polni yulduzchalik 5 olganman. A'lochi bola bo'lgan ekansan-da. Klass ko'nmanman aka. Ana yasagan narsani qachon ko'rsatmoqchisan? Hozir ko'rasizmi? Amak men sizga qarab turing mana. Uy, nima bu? Bu DVD motorchini olganman-da, ustiga marojin chomini qo'yib, vertolyot yasagan.